Denov tumani sog'ingan insonlar uchun mana. Bu Sharq kinoteatrini. Oldin bu tomonda O'zbegim bunaqasi bor. Bu yoq parkka ketadigan yo'l. Bu yoqda yangi qurilishlar, binolar qurilyapti. Hali bitgani yo'q. Bu yoqda Emirhan degan bozor qurilyapti. Hali bitgani yo'q lekin. Emirhan degan katta bozor qurilyapti. Hali bitgani. Bu yoq Sariosiyoga ketadigan yo'l. Ya eski bozorga ketadigan yo'l. Bu yoq Denov tabaka qiladigan joy. Mana bu yerga Afrosiyo mehmonxona. Bu Osiyo restoran. Bu hali 25 yil oldin ham shu Osiyo restoran bor edi, hali ham bor. Mana bu O'zbegim to'yxonasi. Ya yangi bozorga ketadigan yo'l, Shohbekatga ketadigan yo'l.